Assalomu alaykum aziz bizni obunachilar. Qaranglar biz qayerga keldik. Osma yo'l, kanatniy doroga deydimi? Bu yer Shveysariya emas. Bu yer Berlinning markazida joylashgan. Hallesdorf, Marsan rayonida. 2017-yilda qurilgan bu osma yo'l. Uzunligi taxminan 1,5 kilometrni tashkil etadi bu osma yo'l. Balandligi eng baland joyi 35 metr. Dengiz sathidan taxminan 102 metr balandlikda joylashgan. Biz bilan birga bo'ling, sayohat qilamiz. Biletning narxi bordi keldisi, ya'ni 3ta stansiyasi bor. O'rtada bitta to'xtaydi. Bog' bor, bog'ni aylanishligingiz mumkin. Keyin bog'ning narigi tarafida yana bitta stansiyasi bor. Bordi keldi biletning narxi 7,5 euro. Bir kishi uchun, kattalarga. O'quvchilar, ya'ni studentlar uchun yana chegirma bor. Yosh bolalarga ham chegirmasi bor. Ko'ramiz. Biletlarda maxsus mana bunday QR kodlari bor. Shuni mana bu joyda skan qilasiz, yo'l ochiladi. Keyin mana bu kabinalarga chiqib, har bitta kabinada o'rtacha 10 kishiga joy bor. Mana chiqib ham oldik. Bismillah deb sayr qilishda davom etamiz. Mana shaharni yuqoridan tomosha qilamiz. Yevropada poytaxtda mana shunday joylar bor. Bu taraflarda ko'llar, yashil zonalar, bog'lar, xullas kelib aylanishlikka arziydigan joylar. Manzarasi juda zo'r. Mana keldik. Bu yog'i yana dalshi pastga tushib ketadi. Biz bu yoqdan bog'ni sayr qilamiz. Mashalloh. Zo'r qurilgan. Berlinga kelinglar. Albatta kelganda bu joyni kelib sayr qilishni unutmang. Bizni qo'llab, videolarimizga like bosib va yaqinlaringizga bu videoni ulashib jo'natib qo'ying. Biz Alloh qodir qilgancha sizlarga yoqadigan chiroyli va qiziqarli kontentlarni olishda davom etamiz. Bu yerga kelishning yana afzal taraflarini mana bu joyda shu ya'ni kanatniy darogadan tushganingizdan keyin, osma yo'ldan tushgandan keyin shundoqqina yonida mana bunday panoramaga joyi bor. Bu yerga chiqish bekor, zina orqali va ichida lift ham bor. Liftda yuqoriga ko'tarilib shaharni yuqoridan tomosha qilishlikni imkoni bor. Manzarani qarang. Baholang buni 5 dan 10 gacha baholab keting. Izohlarda o'z fikringizni yozib qoldirishni unutmang. Yuqorida aytib o'tganimizdek, o'sha kanatniy darogaga chiqib kelayotganimizda kabinaga gonочный nima turganda, agar e'tibor bergan bo'lsanglar, shunga chiqamiz hozir. Shunga chiqib bu yerda spetsialniy ya'ni sayr qilishlik uchun, adrenalin olishlik uchun yaxshi bir joy bor. Shu yerga keldik. Nemischada buni Bob Bachen deydigan. U ham shu yuqoridagi bog'ning ichida joylashgan. Ishlash vaqti soat 10:30 dan 6 gacha ekan. Soat 5 da kassasi yopilar ekan, lekin davom etamiz sayr qilishda. Borib hozir o'sha joyni ko'ramiz. Birgalikda sayr qilamiz. Keldik o'sha Bob Bachenga. Biletlarning narxi 6,5 euro ekan buni. Mana bunday temir yo'lda yurar ekan, maxsus. Chiqib ko'ramiz hozir mana.
Ko'ramiz. Adrenalin. Boshladik mana sayohatimizni. Mashalloh. Juda zo'r. Arziydi lekin. Mana shu yo'llardan o'tib keldik. Endi yuqoriga qarab qaytyapmiz orqaga. Bu yerga kelishinglarni tavsiya qilamiz. Juda zo'r. Arziydi lekin puliga. Ancha yosharib, yengillaysiz bu joyda. Mana shu yo'llarni aylanib tushasiz, shu aylanma yo'llardan. Va yuqoriga mana bunday trosda keyin tortib sizni olib chiqib ketar ekan. Mana yetib keldik. Mana shunaqangi turbada yuradigan, temir yo'lda yuradigan moslamalar. Juda zo'r. Tavsiya qilamiz. Bu yerga tushgan paytingiz, uchgan paytingiz bu attraksionda sizni suratga oladi. Mana misol uchun bir nechta suratlar. Men mana kamerada suratga olib, videoga olib tushayotgan suratlarim. Tanlaysiz. Shuni momentalniy shu yerda o'zida chiqarib berishligi 5 euro mana. 5 euro to'laysiz. Bu yerda faqat karta orqali to'lov qilasiz ekan. Sizni suratingizni shu yerning o'zida chiqarib beradi. Yaxshi biznes. Bunga tushishlik 6,5 euro, suratingizni chiqarib olib ketishligingiz esdalik uchun 5 euro. Mana biznes go'ya. Mana turistlarning pulini qanday qilib olishlik kerak. Bu bog'ning yana afzallik taraflaridan shaharni yuqoridan tomosha qilishning imkoni bor. Mana bu joyda bog'ning eng yuqori cho'qqisida mana shunday panorama cho'qqisi bor, ya'ni balandlik, vishkasi bor. Bu yerga mana bu zina orqali ham chiqsa bo'ladi. Va mana bu joyda lift ham bor. Lift orqali ham chiqsa bo'ladi. Biz yengil yo'lini tanlaymiz, lift orqali chiqamiz. Va mana shu liftning pastida qahvaxona ham bor, pastda. Qiziqqanlar uchun ochiq havoda qahva ichmoqchi bo'lsangiz, mana shu liftning pastida qahvaxona bor. Shu yerda qahva ichib, panoramadan shaharni tomosha qilishning imkoni bor. Qalay manzara. Like bosib keting. Agar bu manzarani yoqtirgan bo'lsangiz. Bizni baxtimizga lift ham ishlamayotgan ekan. Zinada chiqdik, majbur. Lekin bu yerga zinada chiqishlikka arziydi. Sababi mana bu go'zallikni qarang. Mashalloh. Sizlar bilan ulashkim keldi bu go'zallikni. Tutti, mana bu go'zalligini qara deydimi? Shaharning go'zalligini qara. Mashalloh. Shaharning ichida yurish o'zgacha bir chiroy. Yuqoridan tomosha qilish undan ham chiroyli. Mana shu Berlin bo'ladi. Mana tepaga ham chiqib oldik. Bu joy katta bog' bor bu joyda. Mana shu daraxtzorlarning ichida katta bog' bor. Dunyo bog'lari deb nomlanadi bu bog'ni. Bu yerda Yaponiya, Aziya, O'rta Osiyo va boshqa bir qancha mamlakatlarni, ya'ni tabiatini tasvirlab berilgan
bog' bor ichkarida. Arqon yo'l, mana bu osma yo'l deymizmi? Ikkita stansiyasi bor. Bittasi mana shu joyda bo'lsa, ikkinchisi 3 ta stansiyasi bor ekan. Yuqori qismi mana bu joyda. Hozirgi biz tushgan joyimiz 3-chi ostanovkasi esa yo'lning narigi betida biz chiqqan joy. Shaharni mana yuqoridan ko'rinishi, osmonni ham go'zalligini qarang. Mana Berlin. Berlin mana shu tarafda. Bu videoni mana shunday yuqoridan shaharni tomosha qilishlikni yaxshi ko'radigan yaqinlaringizga jo'natib qo'ying. Like bosishni unutmang. Biz sizlarga mana shunday chiroyli joylardan kontentlarni, chiroyli videolarni olishlikda davom etamiz. Kimgadir agar qiziq bo'lsa bu joylarni manzili izohlarda yozib qoldiramiz. O'z fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Bu biz uchun albatta qiziq. Shu yerlarga kelib, sayr qilib, dam olib ketishlik hammaga nasib qilsin. Juda tabiati chiroyli, havosi toza, yaxshi joylar. Shahardan zerikan paytingiz mana shu joylarga kelib, tabiatdan, toza havodan bahramand bo'lib, kelib, dam olib ketishlikni imkoni bor. Juda qiziq joylar va chiroyli joylar. Shahar markazida mana shunday. Bu yer ham shahardan ko'p uzoqqa ketmagan holda tashkil etilgan joylar bu yerlar. Germaniyani qarang. O'rmonzor, daraxtzor, yashil zonalar mana shunday. Shahar bo'lishiga qaramasdan juda daraxtlari ko'p bu joyning. Shu sabab bo'lsa kerak, havosi ham juda toza.